Assalomu alaykum BM3 obunachilar, barchalarga xayrli kun deymiz. Mana shu bugungi zakaznoy bo'lgan 33 kubali tanarimizni yetib keldi. Utka podushkada 3 mosli Andijondan Zaynobiddin akam zakaz qilgandilar, biron qilgandilar. O'z vaqtiga yetib keldi mashinalari. Dokumentlarni qilib, tayyor qilib, sertifikatlarini olib berdi. Ular 10 kun ichida. E'tibor uchun katta rahmat. Biz mana Xurshid mehmondagi o'rgandik. Aytilgan narsalar o'z vaqtida keldi. O'ta mamnunmiz. Biz aytilgan zakaz bo'lishiga yetib kelibdi. Hammasi rozimiz. Kelajakda kimki kompaniyaga a'zo bo'lsa, shu qo'llab-quvvatlaymiz. Biz niyatdan rozimiz. Qilgan mehnatlariga Yaxshi kunlarga buyursa, aka 10 kun ichida nomerlarni taqib, bexijolat yuklarni ortib, gazini bosib ishlayverasiz. Kim ishqibol bo'ladigan bo'lsa, tijorat olmasdan shartnomani qilish mumkin. Mana biz oldi ishonchli mana ko'rib turibsiz. Aytilgan muddatga yetib keldi. Hammalarga rahmat. Garantiyalari ham bor. 1 yil muddatga garantiya beramiz. Balon podushka soniga. Kimga shunaqa xizmatga kerak bo'lsa, bizlar bilan bog'laninglar.